طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي بسم الله الرحمن الرحيم وصوله فحباه الله رضوانا. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz 40 hadisning sharhini o'qib 31-hadisga kelgan edik. Abul Abbos Sa'd ibn Sahl Sa'di radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadiki, bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, meni bir amalga yo'llang. Agar u amalni qilsam, Alloh ham meni yaxshi ko'rsin, insonlar ham meni yaxshi ko'rsin." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Azhad fima fid dunya yuhibbukalloh va azhad fima indan nas yuhibbukan nas." Dunyodagi narsalardan behojat bo'lgan, uzoqda bo'lgan, o'zingda olib qochgan, Alloh seni yaxshi ko'radi va insonlarning huzuridagi narsadan behojat bo'lgan, insonlar seni yaxshi ko'radi dedilar. Hadis hasan, uni Ibn Majah va boshqalari hasan isnod bilan rivoyat qilgan. Usaymin rahimahulloh sharhga kirishib aytibdilar. Bir kishi keldi degan so'zda ismini tayin qilmadi va uni tayin qilishlikka ham hojat yo'q va uni mana bu kishini bilishlikka vaqtni zoya qilishlik bilan qiynalishligimiz ham lozim emas va mana bu ko'p hadislarda keladi. Ammo uni bilishlikka hukmni ixtilofi, ya'ni u shaxsni o'zi bilan shaxsni bilishlikka topadigan bo'lsa, unda uni bilishlik lozim. Bu odamni meni bir amalga yo'llab qo'yingki, agar amal qilsam Alloh ham yaxshi ko'rsin va insonlar ham yaxshi ko'rsin deganda, bu kishi ikkita katta bir hojatni talab qildi. Birinchisi Allohni yaxshi ko'rishligi, ikkinchisi insonlarni yaxshi ko'rishligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aniq belgilangan bir amalga uni yo'llab qo'ydilar. Aytdilarki, dunyodagi narsalardan behojat bo'lgan dedilar. Endi dunyodagi narsalardan behojat bo'lishlik undan qaytishlikdir, uzoqda bo'lishligi, chetlanish. Va inson faqatgina oxiratiga manfaat bo'ladigan narsalarni tanovul qilishligi va u parhezni, ya'ni taqvoning eng yuqorisidir. Chunki taqvo dunyodagi ishlardan zarar beradigan narsani tark qilishlik, zuhud esa bu oxiratga manfaati bo'lmaydigan narsani tark qilishlik. Manfaat bo'lmaydigan narsani tark qilishlik zarar bo'ladigan narsani tark qilishlikdan ko'ra yuqori. Manfaatli bo'lmaydigan narsani tark qilishlik zararli bo'ladigan narsani tark qilishlikdan ko'ra yuqori. Chunki ya'ni unda zarar ham va foyda ham bo'lmagan o'rta tabaqa, o'rtacha zuhd chunki u kiradi. Zohid esa manfaat bo'lmaydigan narsadan chetlanadi, taqvodor esa muboh bo'ladigan narsani qilaveradi, lekin zarar bo'ladigan narsani tark qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh seni yaxshi ko'radi degan so'zlarida dunyodagi narsalardan chetlangan degan javoblariga ko'ra bo'lgan qarorlar bilan bo'ldi. Dunyo u biz unda bo'lib turgan hovli va mana buni ikki surat uchun nomlanadi. Birinchi surat zamondagi dunyo, ikkinchisi esa martabadagi dunyo. Zamondagi dunyo u oxiratdan oldingi va martabadagi dunyo u oxiratdan pastdagi. Ko'pligi bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha." Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam rak'atul fajr khayrun minad dunya va ma fiha. Sizlardan biringizni jannatdagi bir qamchin miqdoricha bo'lgan joyi dunyoda va uni ichidagi narsalardan ko'ra yaxshidir dedilar. Va boshqa bir hadisda fajrni bomdodni 2 rakati dunyo va uning ichidagi narsalardan ko'ra yaxshidir dedilar. Demak, dunyo hech narsa emas. Shuning uchun 1 oy, 2 oy yoki ko'p oylarni sizdan o'tib ketayotganligini topmaysiz, illo bir xursandchilikka erishasiz, ki u xursandchiligingizda mahzunlik azoblaydi. Shu holatda o'tadi umringiz. Shoirning so'zida dunyoning sifati qanday ham zo'r. Fayawmun alayna va yawmun lana va yawmun nusa'i va yawmun nusarru. Bir kun bizni zararimizga, bir kun bizni foydamizga. Va bir kun yomon va bir kun xursand bo'lamiz. Endi Nabiy sallallohu alayhi vasallamda insonlarda huzuridagi narsadan behojat bo'lgan, insonlar seni yaxshi ko'radi degan so'zlari, ya'ni ularning qo'lidagi narsaga qaramagin. Insonlarning qo'lidagi narsalardan uzoqda bo'lgan, chetlangan, insonlar seni yaxshi ko'radi. Mana bu insonlardan so'ramaslikni o'z ichiga oladi. Ya'ni insonlardan biror narsa so'rama. Chunki sen agar so'rasang, ularning ustiga yuk bo'lgan bo'lasan va sen ulardan qarzdor bo'lasan, past bo'lasan ularga nisbatan. Beruvchi yuqori qo'l, oluvchi past qo'ldan ko'ra yaxshidir. Hadis sharh tugadi, foydalarga kirishib aytayaptilarki, mana bu hadisning foydalaridan sahoba radhiyallohu anhumlarning himmatlarini oliyligi. Ularni so'rashliklari faqatgina dunyo yoki oxirat yoki ikkovining ichidagi yaxshiliklarni so'rashlarini topasiz. Bu yerda savol. Sahoba radhiyallohu anhumlar so'ragan paytlarda bu savoldan misolida faqatgina bilishlikni maqsad qilganlarmi, xohlaganlarmi yoki bilib amal qilishlikmi? Albatta ikkinchisi. Sahobalar hozirgi davrdagi insonlarga o'xshab Alloh taolodan bizlarni ham so'rasa ham amal qilishlik uchun so'raydigan bandalardan qilsin. Hozirgi davrdagi insonlarni xilofi bilan sahobalar amal qilishlik uchun so'raganlar. Bu faqatgina hozirgi davrdagi insonlar hukmni bilishlik uchun so'raydilar, amal qilishlik uchun emas. Mana shuning uchun ko'pchilik insonlar ularni, ya'ni bir olimga, keyin boshqa bir olimga, keyin yana boshqa olimga borib so'rayotganligini topasiz. Hatto olimning fatvosi uni havosiga muvofiq kelganigacha, qaror topganigacha, shu xo'p deganigacha u savoldan bu olimdan so'rab yurganini ko'rasiz. Va mana shu vaqtda
faol bo'lib qabul qilayotganligini, ba'zan esa suskashlik qilib, futurlik qilib qabul qilayotganligini ham topasiz. Xo'p, endi foydalardan ikkinchisi Alloh azza va jallani muhabbatini isbot qilishlik. Ya'ni Alloh taolo haqiqiy yaxshi ko'radi. Lekin u bizni bir narsani yaxshi ko'rishimiz kabimi desa, albatta yo'q. Hatto Alloh taoloning muhabbati, Alloh taoloning bizni yaxshi ko'rishligi biz Allohni yaxshi ko'rishligimiz kabi emas, balki u yuqori, buyukdir, shak shubhasiz. Agar biz hozir muhabbat sabablari turli xilligini sezsak, muhabbat mana bu sabablarga ergashayotganligi va mana bu kayfiyatlar bilan o'zgarayotganligini sezsak, endi Xoliqning muhabbati qandayligi tasavvur qilib olavering. Uni idrok qilish mumkin emas. Masalan, biz yeyishlikni yaxshi ko'ramiz va yeyiladigan narsalarni turiga ko'ra yaxshi ko'ramiz va o'sha turiga ko'ra nima qilamiz, muqaddam qilamiz. Mana shuningdek, ichishda ham shunday. Va do'st birodarlar bilan o'tirishlikni ham yaxshi ko'ramiz. Ota-ona bilan o'tirishlikni ham yaxshi ko'ramiz, ayollar bilan o'tirishlikni ham yaxshi ko'ramiz. Mana bu muhabbatlar kayfiyatida va haqiqati bitta bo'ladimi? Yo'q, albatta bitta bo'lmaydi. Turli xil bo'ladi. Xoliqning muhabbati, ya'ni bizlarga nisbati, bizlar uchun bo'lgan muhabbati bizni Allohga bo'lgan muhabbatimiz kabi emas, balki u buyukdir, u haqiqatdir. Ammo aqllari bilan Alloh taologa hukm qilgan buzuvchi ahllar, ta'tilchilar aytdilarki, aqlimiz Allohning sifatlarida iqror qilgan narsaga iqror bo'lamiz, aqllarimiz xilof qilgan narsani biz nafiy qilamiz. Muvofiq kelmaganini ham va muxolif kelmaganini ham ularning ko'pchiligi uni nafiy qildi. Va aytdilarki, biz aql uni isbotlashlikka shohid bo'lmaganigacha uni isbotlashligimiz mumkin bo'lmaydi. Va ularning ba'zisi to'xtadi. Ularning eng taqvoga yaqinlari to'xtagan kimsalar, tavaqquf qilgan kimsalar va mana shu bilan birgalikda u taqvo yo'liga yurmadilar ular. Chunki taqvo yo'li Alloh o'zi uchun mutlaqo isbot qilgan narsani isbot qilishligimizdir. U aqlimiz idrok qiladimi, idrok qilmaydimi, baribir. Va Alloh o'zining nafsida mutlaqo nafiy qilgan narsani nafiy qilishligimizdir. U bizda aqlimiz nafiy qiladimi, yo'qqa chiqaradimi, yo'qmi, baribir. Va bizni aqlimiz uni isbotlab keladimi, isbotlab kelmaydimi? Biz uni agar Alloh o'zi uchun isbotlab kelgan bo'lsa, isbotlaymiz. Va agar Alloh taolo uni o'zidan nafiy qilib kelgan bo'lsa, biz uni nafiy qilamiz. Mana shunga ko'ra Alloh taoloning bandalarga bo'lgan muhabbati Qur'on, sunnat, ijmo' salaf solihlarda bilan sobitdir. Alloh taolo aytdiki: "Fasawfa yatillahu biqawmin yuhibbuhum va yuhibbunahu." Alloh taolo bir qavmni olib keladi, ularni Alloh taolo yaxshi ko'radi, ular ham Alloh taoloni yaxshi ko'radilar. Alloh taolo boshqa bir oyatda innallohu yuhibbul muttaqin, albatta Alloh taolo muttaqillar yaxshi ko'radi, taqvodorlarni. Yana boshqa bir oyatda esa innallohu yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Albatta Alloh taolo o'zini yo'lida saf bo'lgan holatda jang qiladigan kimsalarni yaxshi ko'radi. Va bir boshqa oyat, bir necha oyatlar. Va aql ahllari, ya'ni Alloh taologa aqllari bilan hukm qilgan aql ahllari aytayaptiki, Alloh taoloni yaxshi ko'rishligi amalda Allohni qilgan amaliga ko'ra savob berishligi. Biz aytamizki, amalga savob berishlik u savob berishligini lavozimidan muhabbat kelib chiqmaydimi? Chunki bir amalga savob berishlik faqatgina uni yaxshi ko'rsagina mumkin bo'ladi. Aql u bir amalni yaxshi ko'rmagan holatida bir amalga bir kishi savob berishlikka hukm qilishligi mumkin bo'lmaydi. Aql shuni aniqladi. Aql buni nafiy qiladi. Agar biz aqlga qaytaradigan bo'lsak, aql unda dalil bo'lib qoladi. Mana shu paytda vositasizlik bilan muhabbatni isbot qilishligimiz shu paytda lozim bo'ladi va biz u haqiqiy muhabbat deb aytamiz. Agar muhabbatni inkor qilsalar va aytsalarki Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi deb aytsalar, ular batahqiq Qur'onni yolg'onga chiqaribdilar. Shuning uchun aytamizki, sifatni haqiqatini inkor qilishlik agar yolg'onga chiqarishlik maqsadida bo'lgan inkor bo'lsa, bu kofir bo'ladi. Agarki bu inkor qilishlik bu ta'vil inkori bo'ladigan bo'lsa, unda tafsilot bor. Birinchisi, agar ta'vil uchun shariy uzr bo'lsa, kofirga chiqarilmaydi. Lekin u salaf yo'liga xilof qildi. Mana bu e'tibor bilan u fosiq, bid'atchi bo'ladi. Agarki ta'vilida u uchun shariy bir uzr bo'lmasa, unda hech qachon qabul qilinmaydi. Shuning uchun ulamolar iymon haqida aytdilarki, agar bir shaxs aytsaki, "Vallohi Allohga qasamki, non sotib olmayman" desada, borib turib non sotib olsa, biz unga aytamizki, senga kaforat berishlik vojib bo'ldi. U aytsaki, "Yo'q, men bundan nondan maqsad savobini iroda qilgandim" desa, undan qabul qilinmaydi. Chunki bu u uchun lug'atda qabul qilinadigan narsa emas, qabul qilinadigan narsa emas. Agar lekin "Vallohi la anamu illa ala firoshin", men faqatgina shu to'shakda uxlayman desada, keyin sahroga chiqib uxlasa, biz unga aytamizki, "Hanifda qasamni buzding, li annaka lam tanam ala firoshin", chunki sen shu to'shakda uxlamading deb aytsak, u aytsaki "Aradtu bil firashil ard", undan maqsad yer to'shagida degandan desa, Alloh taolo aytgan-ku, chunki "Allazi ja'ala lakum al-arda firasha", sizlar uchun yerni firosh qildim, firosh qilgan zot deb aytgan-ku desa, fa innahu yuqbal, u qabul qilinadi, li anna hada sa'igun, chunki bu qabul qilingan, maqbuldir. Va ala kulli hal, va har qanday holatda ham tariqus salama, salomat yo'l va tariqul adab ma'alloh, Alloh bilan bo'lgan odob yo'li va tariqul hikma, hikmat yo'li,
أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لا تدركه. ya'ni biz Alloh uchun o'zi isbot qilgan narsani isbot qilishligimizdir. U aqlimiz idrok qiladimi, idrok qilmaydimi, baribir. Yoki aqlimiz nafiy qiladimi Alloh haqidagi narsada yoki yo'qmi, baribir. Biz Alloh sukut qilgan narsada va sukut qilishligimizdir. Foydalardan uchinchisi, insonlarni muhabbatini talab qilishligida bir haraj yo'q, muammosi yo'q. Ya'ni uni insonlar yaxshi ko'rishligi, u musulmon bo'ladimi yoki kofir bo'ladimi? Hatto aytamizki, unga kofirlar uni yaxshi ko'rishligida ham, yaxshi ko'rishligini talab qilishligida ham bir muammo yo'q. Chunki Alloh taolo aytdiki: "La yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim." Mumtahana surasi 8-oyatida Alloh taolo dinida sizlarga qarshi jang qilmaydigan va sizlarni diyorlaringizdan chiqarmaydigan kimsalarga yaxshilik qilishligingiz va ularga adolat qilishligingizni Alloh taolo sizlarni qaytarmaydi deb aytdi. Ma'lumki, agar ularga hadiya berishlik yoki sadaqa berishlik bilan yaxshilik qilsa, uni yaxshi ko'rib qoladilar yoki ularga adolat qilsa, kelajakda yaxshi ko'rib qoladilar. Bu yerda ehtiyot bo'lishligi, sen ularni yaxshi ko'rib qolishing. Shuning uchun hadisda keldiki, zaif bo'lsa ham hadisda keldiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar bir shaharga kelsalar, aytadilarki: "Allohumma habbibna ila ahliha va habbib solihi ahliha ilayna." Duo qiladilar shunday qilib: "Allohim bizlarni uni ahli yaxshi ko'rdirib qo'ygin va bizlarga ham ularni ahlini, solihini yaxshi ko'rtirib qo'ygin" dedilar. Endi muhabbat, undan sodir bo'luvchi muhabbatni xohlasa, aytadiki: "Solihi ahliha", uni ahlini, solihini dedilar. Endi insonlardan bo'luvchi bir muhabbatni xohlasa, xohlagan paytda habbibna ila ahliha, bizlarni uni ahliga yaxshi ko'rtirib qo'ygin deb. Mutlaqan bu foydalardan 4-inchisi. Dunyodan behojat bo'lishlikni fazilati. Endi zuhd deyapti. Bu yerda zuhd ya'ni behojat bo'lish. Zuhdning ma'nosi oxiratga foyda bo'lmaydigan narsani tark qilishlik. Endi bu degani zuhd bundan chiroyli kiyim kiymaslik, hashamatli mashinalar minmaslik va tarki dunyo bo'lmaslik va qattiqnon yeyishlik va shunga o'xshagan narsa degani emas. Lekin Alloh taolo bergan ne'mati bilan maqladi, rohatlanaveradi. Chunki Alloh taolo bandasida shu ne'matning asarini ko'rishlikni xohlaydi, yaxshi ko'radi. Mana shunga ko'ra agar foydalansang, rohatlanadigan bo'lsa, oxiratda u uchun foydaga aylanadi. Mana shuning uchun kishi tarki dunyo qilishligi bilan va yomon kiyim kiyishligi bilan adashib ketmasin. Foydalardan 5-inchisi, zuhd bo'lishlik taqvodor bo'lishlikdan ko'ra martaba jihatdan yuqoridir. Chunki taqvodorlik zarar bo'ladigan narsani tark qilishlik, zohidlik esa oxiratga manfaat bermaydigan narsani tark qilishlik. Foydalardan 6-inchisi, bu zohidlik Allohni yaxshi ko'rishligi sabablaridan ekan. Rasulullohni dunyodagi narsalardan chetlangin, Alloh seni yaxshi ko'radi degan so'zlari sababli. Allohni bandani yaxshi ko'rishlik sabablaridan bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamni "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ayting Muhammad alayhisalom, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rishlikni xohlasalaringiz, menga ergashinglar, natijada Alloh ham sizlarni yaxshi ko'radi degan so'zlariga ko'ra Rasulullohga ergashishlik Allohning muhabbatini sabablarining eng buyugidir. Foydalardan 7-inchisi, insonlarni oldidagi narsalardan uzoqda bo'lishlikka undashlik, targ'ib qilishlik. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam insonlarni sizni yaxshi ko'rishligiga muhabbat qilib sabab qildilar. Va mana bu insonlardan biror narsa so'ramagan deyishlikni ham o'z ichiga oladi va sen qaramagin, nazarim solmagin deyaptilarki, sen falon narsa xohlaysan deb qoladigan holatga tushiradigan bo'lib, nazar ham solmagin deyaptilar. Birinchi misoli, insonlardan bo'lgan bir shaxsda qalam yoki soat seni ajablantirayotgan bir narsani ko'rasan va aytasanki: "Falonchi, mana bu soat chiroyli ekan, menga uni hadya qilmaysanmi?" Albatta hadiya g'azabni ketkazadi. Tahabbu, bir-birlaringga hadya qilinglar, bir-birlaringni yaxshi ko'rasizlar deb aytsang va o'sha soatni olishlik uchun mau'izalar olib keladi, olib kelsa. Lekin agar mana bu zaki bo'lsa, aytsaki: "Sen ham menga bir narsa soatingni hadya qilgan" deb aytsa, u uchun holat normal bo'ladi. Aytamanki, insonlarni so'rashligi, ularning huzuridagi narsadan insonlarni so'rashligida shak shubha yo'qki, muhabbatni ketkazishlik sabablaridan. Chunki insonlar bu narsani og'ir sanaydilar va kishini yomon deb biladilar va uni pastga uradilar. Beruvchi qo'l past qo'l, ya'ni yuqori qo'l past qo'ldan yaxshidir. Ma'lum bu. Ikkinchi misol, senda bo'lgan mana bu qalam mumtaz, chiroyli deb aytasan. Undan maqsad, ya'ni koshki menda ham shunga o'xshagani bo'lsa deb iroda qilishlik bilan ko'ldalang qilasan va mana bunda xuddiki sen uni menga bergin deb aytgandek. Yana mana shuning misoli, senga bu misolda sen uni to'xtatishligingki, sendan mana shunga o'xshagan talab qilsa, unga aytasanki bozorga bor, bozordan qidirgin, bor deydi. Chunki men insonlar o'zlarini mana bu haddan pastga tushishlarini yaxshi ko'rmayman deb aytasan, o'zingni aziz tutgan, o'zingni xor qilmagan deysan. Lekin bu yerda masala borki, agar sohibing, do'sting sen uni so'rashliging uni xursand qiladigan bo'lsa, bu narsada so'rasang bo'ladimi desa, albatta so'rasang bo'ladi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'tdagi go'shtni ko'rgan paytlarida aytdilarki: "Men
olovda bo'lgan qozonda go'sht ko'rmadimi desalar, ular aytdiki, yo Rasululloh, bu go'sht bu bariraga hadya qilingan, sadaqa qilingan go'sht edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u uchun sadaqa bo'lsa, biz uchun hadya dedilar. Chunki biz bilamizki, ya'ni bilganda ham aniq bilamiz, Barira radhiyallohu anha agar uni eshitsalar xursand bo'lardilar. Agar sen bilsanki, seni birodaringdan so'rashliging, birodaringni, do'stingni xursand qiladigan bo'lsa, unda haraj yo'q deb aytdilar. Sallallohu alayhi vasallam Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.